Bugun juda ko'p uchrashuvlar o'tkazdik. Shulardan bittasini aytib beraman. 3 ta shartnoma tuzilgan uyga, bitta Novostroykaga 3 ta kvartira olingan, boshlang'ich to'loviga 300 millionga yaqin pul to'langan. Va qolgani bo'lib to'lashga kelishilgan ma'lum bir vaqtgacha va 1 yil to'lab yurganlarida ham qarasalar hech qanaqa o'zgarish yo'q. Keyin meni yonimga kelyaptilar, mana shunda nima qilsak bo'ladi, bekor qilsak bo'ladimi, boshqa qilsak bo'ladimi yo pul to'lamasam bo'ladimi deb. Shartnomani o'qib ko'rsam, shartnomada agarda pul to'lashni 30 kundan kechiktirib yuboriladigan bo'lsa, deb yozilgan. Fuqarolik kodeksi 385-modda 4-qismi qo'llaniladi deyilgan. Buni oddiy inson tiliga tarjima qilganda, ya'ni qonun tilidan oddiy inson tiliga tarjima qilganda, yurist tilidan agar siz misol tariqasida 95% pulni to'lab bo'lsangiz ham, qolgan 5%ni 30 kun ichida to'lab bo'lmasangiz, hamma pulingizni olib qo'yamiz, bir tiyin pul qaytarmaymiz deyilgan.